Legendarniy yo'l tanlamas Niva bugun O'zbekistonga qaytdi. Barchangizga assalomu alaykum. Aziz do'stlar, bugun sizlarga mana shunday bir o'roqdan chiroyli yangi Nivalarni obzorlarini qilib beraman, bir baho berasizlar. Albatta bu avtomobillarni sevadiganlar juda ham ko'p. O'z vaqtida juda ham legendarniy bo'lgan. Hozirda mana shu avtomobillarda siz yangi pachka maslahat holatda turibdi, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hozirda yana azizlar sotuvga chiqqan yangi pachka maslahat Nivalar bemalol kelib azizlar olishlaringiz mumkin. To'liq ma'lumotlarni hozir berib o'tamiz. Azizlar, yaqinroq kelamiz. Qaranglar, eshik yopilishi vahshat dahshat, gelikni eshikchasidek bo'ladi, ovozi qaranglar. Zo'rmi? Chisti erkaklar mashinada. Sizlarga to'liq obzorlarni qilib o'tamiz. Albatta baho berasizlar. Bemalol batafsil pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Legendarniy Nivalar yana qaytdi azizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ruslan aka, yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz? Qo'lingiz yaxshimi? Rahmon aka. Keling aka, bir Nivalarni narx-navolarni bir yoritib berishga nasib bo'lsa. Yangicha Nivalarimiz keldi hozir. 1.7 motor bilan jihozlangan. Motorni ko'rsatib yangi olasiz. injektor prisklari bilan. Bu yangi injektorlar deyapsiz. Yangi injektor prisk dvigatellar bilan jihozlangan mashinalarimiz. Bu yo'l tanlamas, azizlar, tog'li hududlarga zo'ran, lekin bu aka ayni shu dehqon akalarimizga vaqti zo'rda, baliq oviga chiqishga, yo'q, ovlarga chiqishga vaqti zo'r. Xo'p. Niva bu 2025 ham bular pachka aka? 2025 yangi. 2025 yangi. Xo'p, ichlarini ko'rishlaringiz mumkin. Elektrostеклоподъемниклар уже elektronli, ha? elektronli bo'lgan. Elektrozerkalalar, konditsioner bilan o'rnatilgan. Konditsioneri ham bor. Gidravlika rullari bor. Rullari gidravlika, konditsionerlari bor. Ishlarini ko'rishlaringiz mumkin. Yangicha dizayn bo'lgan. Speedometrda ko'rsatib yuborasiz operator, yangicha dizaynda. Xo'p, keyin ichiga o'zi to'xtalib o'tamiz. Qaranglar, mana shu yerda ikkitalik nima turibdi? Bu orqa oldi vidushi tortadigan. Orqa oldi vidushi blokiratор, пониженный, повышенныйlarga qo'yilgan rejeklarimiz. Vaqti zo'r, обогрев ham bor ekan. Sideniya обогревlarimiz. Sideniya обогревlari bor. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. O'zi barcha komfortlar bor. Endi oldinga chiqqanidan ko'ra hozirga chiqqani ancha zamonaviy ekan-da. Xo'p, balonlarga kelsak agar, bu nechilik balon ekan? 16lik ekan. 16lik diska balonlarda ko'rishlaringiz mumkin. Nirvana diskalar. Nirvana diskalarda, zavodskiy uzun diskasida. Xo'p, orqalariga baho berasizlar. Orqa ko'rinishi, orqa ko'rinishcha nima deyapti? Albatta o'z fikringizni yoz qoldiravering kommentariyada. Xo'p, bagajlar bilan ko'rsatib o'ramiz. Bagajlari zapaska balon buni oldida bo'ladi. Kapotda edi, to'g'rimi aka? Shunday. Xo'p. Bagajlarni yana ham kattaytirsangiz bo'ladi. Bular olinadi, sideniya yotqiziladi. Yotqizsa yana katta bo'ladi. Ayniqsa ovlarga chiqishga juda ham zo'r, yo'l tanlamas menga moshin bo'lsin degan akalarimiz bo'lsa, marhamat. Xo'p, metali qanday bo'ladi? Ruslan aka, mustahkammi aka metali? Metallari juda mustahkam aka. Metali juda ham mustahkam, ha? Bu shumka qilganmi yoki yo'qmi? Yo'q, ha? Yoki mana bu yoqda shumkasi bor-da aka. Bor, shumi? Shum izolyatsiyasi bor, do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu eng shu birinchi chiqqan vipuskasida просто yili yangi va birikta nimalari bor. Qulayliklar, masalan, yangiliklari bor. Bu yangicha chiqqan ekan-a bu. Ruslan aka? Bu уже yangi travel varianti. Travel varianti. 4 eshikli Nivamiz bo'ladi. Bunda ham 4 ta nimani tortadi, balon aka. Bu ham 4 ta vidushi balon. 4 ta vidushi, azizlar, bu ham ko'rishingiz mumkin. Diskalarni ham ko'rishingiz mumkin. Zavodskoy o'zining mana diskalari, balonlari ham yaxshisidan. Buni baloni R15 lik ekan. Xo'p, salon ishlari bilan bitta ko'rsatib o'tamiz. Operator ko'rsatib o'ting. Xo'p, oldilari elektronli, stiklopodъемниклari ko'rishingiz mumkin. Buni ham rulli gidravlikami? Gidravlika. Rullari gidravlika. Orqa kamera, monitorlar o'rnatilgan. Xo'p, monitorlari bor, kamerada polni orqaga olsalaringiz ko'rsatadi. Konditsioner, rul gidravlika, elektrozerkalar. Keyin buni ham obogrefi bormi menimcha aka? Bor. Obogreflarigacha bor. Orqa ko'rinishlari do'stlar, baho berasizlar. Xo'p, bularni balonni ham almashtirish shart bo'lmasa kerak, aka? Yo'q, balonlar juda yaxshi almashtirish shart emas ularda.
Xo'p, orqa faralarini ko'rishingiz mumkin. Azizlar, mana orqa faralari ham chiroyli. Bu yoqda zapaska balon turadigan joy, ha aka? Shunday aka. Ilkin Ruslan aka, buni ham sidenasini yotqizsa, bagaj kengina bo'ladi, ha? Kengaytirsak bo'ladi. Aziz do'stlar, albatta kommentariyada o'z qoldiringlar. Qaysi biri sizlarga yoqdi? Ko'rishingiz mumkin. Ikki xil. Bu yoqda pozitsiyasi bor. Mana bu birinchi chiqqanlari, bu hozirda yangicha chiqqani. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ko'p avtomobillar bemalol kelasizlar. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, aka, bularning yurishi qanday, aka? Yumshoqmi, jostki emasmi aka yurishi? Buni yurishlari juda ham yumshoq. Yo'l tanlamas mashinalarimiz. Haqiqatan ham yo'l tanlamaydi. Bular yuradigan yo'llarida uncha-muncha mashina o'tolmaydi. Yura olmaydi, ha aka? Yo'q, yo'q, uncha. Lekin tagi ham zo'r baland, ha bularning, aka? Ancha baland. Tagi ham ancha baland, ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, bilinib turibdi. 25 bo'lsa, где-то bir 50 lar bor, anchagina baland. Yo'l tanlamas, xohlagan joyga mazza qilib haydab ketaverasizlar. Agarda mana shunday avtomobillar qiziqtirsa, bemalol batafsil pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Biz baho berasizlar, kamchiliklar bo'lsa albatta kommentariyada o'z qoldiringlar. Qanaqadir ma'lumotlar bo'lsa, nomerlar bor pastda. Xo'p, avtokredit, avtolizing orqali xarid qilsa bo'ladi, ha aka? Bo'ladi. Xo'p. Ruslan aka, Rahmon aka, qisqacha mana obzor qilib berdik aka, nasib bo'lsa, salomat bo'ling, charchamang aka, ishlaringizga omad. Rahmat. Aziz do'stlar, bemalol kelaverasizlar, sizlarni kutib qolamiz.